sessiyada Paxtakor tuman hokimi, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi, suv yetkazib berish xizmati direktori, kadastr agentligi Paxtakor tuman bo'limi, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vakillari qatnashmoqdalar. Sessiya o'tkazish uchun kvorum yetarli. Sessiya ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Sessiya ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif qabul qilindi. Xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-shtabr 23-sessiyasini ochiq deb e'lon qilindi. Sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 5-Buyuk Ipak yo'li saylov okrugi deputati Misratullayev Bobur Baxtiyorovni sessiya kotibini saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa taklif bo'lmasa ovozga qo'yamiz. Misratullayev Bobur Baxtiyorovni sessiya kotibi etib saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Taklif qabul qilindi. Sessiya kotibini o'z o'rnini egallashini so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish va uni natijalarini aniqlash uchun sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Mamalova Karamat Xolmarovna sanoq komissiyasi raisligiga, Andayev Ahmad Rustamovich, Isaqulov Abbos Bo'riboyevni sanoq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bo'lmasa ovozga qo'yamiz. Sanoq komissiyasi a'zolarini taklif etilayotgan tarkibiga rozi bo'lgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibi kelishib olishimiz kerak. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bo'lmasa tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi.
Ta'kidlab o'taman, kun tartibidagi barcha masalalar tegishli doimiy komissiyalarda batafsil muhokama etildi. Sessiya ish reglamentini quyidagicha tasdiqlashni taklif qilaman. Ma'ruza uchun 15 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 8 daqiqagacha, ma'lumotlar, taklif va savol-javoblar uchun 5 daqiqagacha. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bormi? Yo'q. Yo'q, bo'lmasa tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Ish reglamenti tasdiqlandi, reglamentga qat'iy rioya qilishingizni so'raman. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Jizzax viloyat prokuraturasining 2026 yil 3-martdagi deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, ma'muriy javobgarlikka tortishga rozilik olish haqidagi 11.03/26 taqdimnomasi to'g'risida so'z tuman prokurorining yordamchisi Abduvohidov Ilhom Qahramonovga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, muhtaram kengashi. Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2021 yildagi davlat xatlari to'g'risidagi 684-sonli qonuni va sohaga oid boshqa normativ hujjatlar ijrosi yuzasidan Paxtakor tumani suv yetkazib berish davlat muassasasida o'rganish o'tkazilgan. Jumladan o'rganish davomida Paxtakor tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktori Avazov Azamat Rajabboyevich ish faoliyati davomida qonun talablariga zid ravishda davlat xaridlarini amalga oshirish hamda byudjet mablag'larining oz miqdorda talon-taroj qilishida ifodalangan qonunbuzarliklarni sodir qilganliklari aniqlangan. Xususan, qonunning 46-moddasiga ko'ra davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatga asoslangan usullarini chetlab o'tish maqsadida davlat xaridlari hajmini qismlarga bo'lib tashlashga yo'l qo'yilmasligi belgilangan. Biroq muassasa rahbari Avazov xarid komissiyasi raisi bo'la turib, mazkur qonun talablariga zid ravishda davlat xaridlar rejalarini, shu jumladan reja jadvallarini shakllantirish va joylashtirish tartibi bo'yicha qonunchilik talablariga rioya etmasdan 2025 yil mart oyida Toshmuhammedov Hasanjon Baxtiyorovli Yatiti bilan tuzilgan qiymati 72,12 million so'mlik shartnomani ikkita qismga hamda 2025 yilning avgust oyida Yatiti Rahmatullayev Otabek Oybek o'g'li bilan tuzilgan qiymati 42,9 million so'mlik shartnomani ikkita qismga ajratgan holda xaridlarni amalga oshirishga yo'l qo'ygan. Bundan tashqari, Paxtakor tumani suv yetkazib berish davlat muassasasi tomonidan 2025 yil sentabr oyida Paxtakor tumanidagi yo'l 18-1 kanalining PK00 dan PK28+00 gacha mexanizm yordamida loyihadan tozalash ishlarini amalga oshirilgan. Mazkur obyektda bajargan ishlar mutaxassislar tomonidan nazorat o'lchovidan o'tkazilganda Paxtakor tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan bajargan ishlarga nisbatan jami 6,636,000 so'mlik ishlar bajarilmaganligi aniqlangan. Shuningdek, muassasa tomonidan yo'nalg'i sarfi me'yorga rioya etilishi o'rganilganda 2025 yil davomida jami qiymati 876,000 so'mlik 73 litr dizel yo'nalg'isi belgilangan me'yordan oshiqcha sarflangani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, Paxtakor tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi avval ushbu xatti-harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 175-8 birinchi qismi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 61-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etgan. O'zbekiston Respublikasining 2021 yildagi Xalq deputatlari mahalliy kengashi deputatini, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatini va Senat a'zosini chaqirib olish to'g'risidagi qonunning 1-moddasida deputatning, senatorning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini jinoiy, fuqaroviy, ma'muriy hamda qonunlarda tuzilgan boshqa turdagi javobgarlikka olib kelish mumkin bo'lgan tarzda buzilganligi deputatni, senatorni chaqirib olish uchun asos bo'lishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining
2025 yildagi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomini to'g'risidagi qonunning 11 moddasida tegishli xalq deputatlari kengashining roziligisiz deputat mazkur hududda jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida berilgan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi hamda 12 moddasida deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga, ushlab turishga, qamoqqa olishga yoki unga nisbatan sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoni qo'llashga rozilik olish to'g'risidagi prokuror taqdimnomasi tegishli xalq deputatlar kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangan. Yuqoridagiga asoslanib, xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashi deputati Abazov Azamat Rajabovichni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, ma'muriy javobgarlikka tortishga rozilik berish masalasini vakolatingiz doirasida ko'rib chiqishlarini so'raymiz. Vaqtincha endi muddatni uzaytirib belgilaysiz, ma'muriy javobgarlikda sud ko'rib chiqadi, tuman sudi. Ma'muriy javobgarlik ko'rib chiqilgandan keyin yana qayta tiklanishi mumkin. Uni muddati masalan 10 kunlik bir haftalik u sizlar ixtiyoringiz. Undan keyin yana davom etadi. qaror bilan daxlsizlikka qaytarib beriladi. Vaqtinchalik. Bu vaqtincha. Assalomu alaykum. Xalq deputatlar Paxtakor tuman kengashi reglament va odob-axloq qoidalari masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mirzayev Sherzod Hasanovich. Endi ma'ruzani tingladik. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari tuman kengashi 7-chaqiriq 20-sessiyasida kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha Jizzax viloyati prokuraturasi 2026-yil 3-martdagi javobgarlikka tortish to'g'risida rozilik olish haqidagi 11/3/26 sonli taqdimnomasi to'g'risidagi masala xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odob-axloq masalalari qanday korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlari ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyalar qo'shma majlislarda doimiy komissiyalar a'zolari ishtirokida muhokama etib qaror loyihalarini ko'rib chiqilgan. Yuqoridagi inobatga olib ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Shuningdek, ish yuritish taqdimnomada keyingi belgilangan maqsadga muvofiq xalq deputatlari tuman kengashi ish tergov qilish, sudga chiqish, ko'rib chiqish natijalari to'g'risida ma'lumot kiritish so'rayman. Keyin mana shu taqdimnoma bo'yicha sud yakuni tugagandan keyin xulosalarini tuman kengashiga taqdim qilishlaringizni talab qilamiz. Keyin shundan keyin avtomatik yana deputat daxlsizligi davom etib ketaveradi. Shu vaqtgacha bo'lmagan bu masalani ko'rib chiqqan, berilmagan. Keyin o'sha do'stlikka borgan seminarda oliy majlislarga ham berilmagan. Mana shu oliy majlisning o'zi qaror qilib, sizlar natijasini bizlarga taqdim qilishingiz kerak. Sud qarori, sud qilgandan keyin shundan keyin avtomatik amal ketaveradi. Sud xulosasi. Yana kimdir qanday savol taklif agar boshqa taklif bo'lmasa, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasini qabul qilishni degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Deputatlar? Rozilik bo'yicha kvorum yetarli. Qaror loyihasi qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48 sonli qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida so'z Paxtakor tumani qurilish bo'limi boshlig'i Ne'mat Bahodir Vaqasovichga beriladi. Assalomu alaykum. Deputatlar va sessiya qatnashchilari.
avtomobil yo'llari boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shimcha tartiblar to'g'risidagi Prezident qarori 48 son qarori imzolangan bo'ldi. Ushbu qarorga asosan 2026-yil, 27-yillarda tuman o'zining mahallasi hududida 14 ta ko'p qavatli uylarning tutash hududlarida 3 ta bolalar maydonchasi, 200 parametr indikatorlari va 9 kvadrat beton yo'lakchalar qurish ishlari uchun 2 milliard 6 million so'm va Chamadon mahallasi hududidagi 2 ta ko'p qavatli uylarning tutash hududlarida 2 ta bolalar maydonchasi, 700 parametr irrigatsiya to'plari va 4000 kvadrat metr beton yo'lakchalar qurilish ishlari uchun 1 milliard 603 million so'm mablag' nasib qilgan. Evaziga ushbu pullarni bajarishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, ushbu qarorning tegishli bandiga ko'ra ko'p kvartirali uylarning tutash hududlarida yashil bog'larni tashkil etish bo'yicha topshiriq berilgan. Ushbu topshiriq ijrosi yuzasidan tumanning Samarqand, Toshkent, Do'stlik va Dog'on mahallalari hududida 4 ta, har biri 125 million so'mdan jami 500 million so'm mablag' hisobidan yashil bog'lar barpo etilish belgilangan. Xalq deputatlari Avtoko'pon kengashi ushbu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida kengash qarorini tasdiqlashda amaliy yordam berishlarini so'rayman. Bunda qanday savol? Assalomu alaykum. Men bugungi paytda saylov ko'rgazmasining deputat misbatlar faoliyat bo'ldi. Aynan o'tgan safar aytgandek, shirkatlar taklif qilmoqchisilar. Bilasizlar 3-iyun kuni 2017 oktyabrda 2 qayta sizlarga so'rov chiqarganman. Shu bugungi taklifimda zamon ko'rsatkichi 7 ta dom bor. O'shani piyoda yurish yo'lakchalari bor o'zlari. O'sha trotuarlar qilmaganda ular qolib ketgan, hamma joyda bo'lganda bu yerlar qolib ketgan. O'tgan safar 3-iyundagi chiqargan deputat so'roviga javob qaytargansizlar. Kelgusi mablag' mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi va to'lov qarzdorlari badallari to'langandan keyin degansizlar. 17 oktyabrda gaplashgan g'ayriojahon servis bilan oktyabrda qilib beramiz degan. Keyin yana qaytadan chiqyapman oktyabrda deputat so'roviga keyin javob bergansizlar deputat so'roviga. Bu büyük bir yolda alohida dastur ishlab chiqarilyapti. Uni ta'minoti, beton yo'laklar, Pragoga temir ishlar bo'yicha alohida dastur ishlari chiqarilgan. Issiqlik tizimi hammasi birgalikda bo'ladi. Alohida dastur ishlab chiqarilgan. Kengashdan so'rayman, shu yil qachon qaytadi? Mana shu yil yaqin kunlarda Hozirda kengashga qo'yilgan. Nobud Chamazon Noblar saylov o'tkazilgan saylov o'tkazilgan deputat Mirzayev Sherzodimiz Chamazonda 7 ta dom bor. Buni atrofiga hozirgi kunda borsangiz kirib bo'lmaydilar. Sizlarda nizomlaringizda bor. O'sha domda ko'p qavatli uylarni olgandan keyin o'sha kontr o'zining yo'llari barcha shirkat o'tadi. O'sha oylik to'lovlari, transportlar hammasi. O'sha ko'p qavatli uylarga 3 yildan oshib ketdi davomlar qo'yganligi. Lekin haligacha o'sha remont bo'lmagan. Eshiklar, tutash eshiklar. Shirkatga bir necha marotaba aytdik, mana qilamiz. Ularni hozir kunlar remont bo'lyapti, hozir borib ko'ramiz. Men har doim borib ko'raman. O'sha mahallada yashayman. Bu bo'yicha yaqinda bordi. So'rovlar jo'natdik. Bu bo'yicha endi deputat so'rovi sizga bordi. 10 kundan oshib ketsa, ular sizga ma'muriy javob berdi. To'g'risidan oldi. Biz jo'natganimiz 10 kundan oshib ketdi, lekin hali javob qaytib kelmadi. Yil ertan chorak yakunigacha yarim yilliklarda hisobot beramiz. O'sha deputat so'rovlar bo'yicha sizga endi sizga boradi, boshqalar bormaydi. Kreditlarga topshirishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun deputat so'rovlarni o'z vaqtida javob bersalaringiz. Keyin bitta narsa hozir deputatlar so'rov jo'natyapmiz. Ular juda chalkam javoblar beryapti. Aniq konkret xulosalar bermayapti. Mana shularni ko'rib chiqishimiz kerak. Necha bir o'tirib hisoblab chiqqanimizda juda ko'pchiligi noto'g'ri javob beryapti. Vaqti, muddati aniq qilinadi yo qilinmaydi degan narsani aniq bermayapti. Mana shuni ko'rib chiqishimiz kerak.
bitta sifatida aytmoqchiman. Ayniqsa mana bu to'g'ri aytyapsiz, shirkatlar bo'yicha qattiq nazoratga olishimiz kerak. Qo'pol paytda bilgan ishini qilyapti. Na hisob kitobni beradi, na boshqani beradi. Bu bo'yicha juda qattiq. Xo'p, rejasini hammasini mana saylovchilarni oldida biz chaqirib, masalan, Chamazordan shirkat kezida hisobot bersin bu bilan boshchilik. Buni yo'lga qo'yaylik. Deputatlik so'rovini agar sifatsiz, aniq javob bo'lmaydigan bo'lsa, uni chorasini ko'ramiz. Har bir rahbar shu yerda eshitsin, u nazoratda bo'ladi. Ayniqsa mana shu eng oqsoqlanayotgan sohamiz shu bizda. Biz sitalar deymiz, boshqa deymiz, hisobotini bersin, olyapti pulini, boshqasini olyapti. Aholiga hisobotini bersin. Xo'p, nimalarni o'rnatib beradi, bu yilgi oladigan puliga o'zi qancha to'ladi, kim to'lamadi, to'lamagan aholini ham aytaylik, ko'rsataylik sababini. Agar to'layotgan narsasi natijasi bo'lsa, to'lamay qo'yadi. Ko'pchilik noroziligi shundan, xo'p to'ladi, nima ish qilib qo'ydi buni? Tomiga olyapti, boshqasi olyapti, tushuntirishlar og'ir bo'lmagan. Hozir deputat so'rovini ham hammasini ko'tarishimiz kerak. Kim nima ahvolda, qanaqangi javob bergan, har bir tashkilot rahbari. Sizlarning takliflaringiz bilan bu masalani keyingi sessiyaga qo'yishga Har bir rahbar alohida tayyorgarlik ko'rib kelish kerak. Nomgagina kelib hisobot bermaslik kerak. O'zimizni aldamasligimiz kerak. Deputatlik so'rovi ham aniq lo'nda qo'yishimiz kerak. Mana shu deputatlik so'rovi asosida bugun hal bo'ladigan bor, bir oyda hal bo'ladigan bor, 6 oyda hal bo'ladigan bor. Bir yilda hal bo'ladi. Kecha ham ish guruhi keldi, nima masala edi? Nima muammo? Lekin deputatlik so'rovining hammasi mana shu amaliyotga o'tishimiz kerak. Yig'ib vaqtida hal zarur shartini joyida hal qilamiz. Agar vaqt talab qiladiganini hammasini belgilab olishimiz kerak deputat so'rovi. Albatta javob bo'lishi kerak, konkret asosli bo'lishi kerak. Bu nomiga qaraydigan bo'lsak, jamoatchilik nazoratimiz yaxshi emas o'zi. To'g'risi. Boramiz, qabul o'tkazamiz, boshqalarimiz deputatlardan so'raydi, boshqa qiladi. Har kuni kuchayib boryapti faoliyat. Davlatimiz rahbarini nazoratida turibdi. Hamma sharoit yaratib beryapti. Ertaga deputatlardan ham so'raydi, bizdan ham so'raydi. Xo'p, qanaqa bu? Nima bu? Shuning uchun ochig'i deputatlarni so'rovining boshqasi bo'yicha qattiq qo'llanamiz. Har bir rahbar kelayotganda xo'p deputatlarga nima deb javob beraman deb kirish kerak. Nomigina nima bir tasdiq ketish boshqaganda nima qilmaymiz. O'zim iloji boricha o'zim to'liq qatnashaman. Rais bilan birgalikda masalalarni yechishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Noroziligi shundan kelib chiqadi. bu kishi rahbar sifatida o'sha shirkat rahbarlarini bugun ogohlantirsa, keyingi sessiyaga biz rasmiy xat bilan To'liq kelsin. To'liq har bir javobini bersin. Mana hammasini deputatlarni saylovchilar bor. Har birida shikoyat bor. Har birida savol bor. Kecha Toshkent o'zim saylangan 6-okrug Toshkent mahallasida saylovchilarni uchrashdik. O'rda keyin mahallalar asosan shu har bir tizim bo'yicha muammolar ko'tarildi. O'sha Navoiy Toshkent Navoiy chegarasida bo'ldi. Shifr tankisini qilingan, o'sha BSK tomonidan, lekin shu o'tib ketyapti. Bor joyda bo'lgani haqiqatdan sifatsiz bo'lgan. O'sha shirkat chaqirib keladi. Shirkat kengash raisi kengash raisi sifatida telefon qilib, lekin kelmadi. Bunga chora ko'rish vaqti keldi o'ylayman. Chunki bir yildan beri shu ahvolda. Endi keyingi sessiyani kutib o'tirish kerak edi. Chora ko'ramiz. Hozir demoqchimanki, rais bir chaqirib hammasiga gaplashib oladi. Xo'p, qani nima deydi, nima qiladi? Mas'uliyatni oshiraylik hammasini. Hamma deputat so'roq olish kerak. Qaysi bajaradi. Chunki bizniki muhim degani viloyat bo'yicha Jizzax shahridan keyin ko'p qavatli binolarning soni bo'yicha Paxtakor tumanida 505 ta. 7 ta boshqaruvchi kompaniyalari bor. Har bir uzoq mahallamizda ham kamida 100 ta, 64 ta, 105 ta, 104 ta hammasiga domlarimiz bor. Hammasiga davlat tomonidan mablag' ajratilgan, byudjet mablag'lari ajratilgan. Buni alohida tayyorgarlik ko'rasiz, hamma biz kelasiz. Bu
saylovchilar tomonidan norozi bo'lsa, u faoliyatni ko'rsatolmaydi. Xulosa bersa. Shuni yetkazib qo'ying hammasi. Rahmat, yana kimga savol? Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Xalq ta'limi kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy istiqbollar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Jumaboy Musaffar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi ko'p qavatli uylarning boshlanish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK-48 sonli qaror ijrosini ta'minlash to'g'risidagi masala doimiy komissiya a'zolari ishtirokida o'rganib chiqildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishga maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Mazkur masala yuzasidan qaror loyihalari tarqatilgan. Qaror loyihalari qabul qilinsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishimiz kerak. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 3-chi masalani ko'rib o'tamiz. Tuman mahalliy byudjet hamda tuman hokimligi tuzumidagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risida so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Uzoqov Azamat Boqobirovga beriladi. hozir ko'plab masalalarni ko'rib chiqqanidan komissiya bilan birgalikda shular sizlarga aytmoqchiman. Yil boshiga shakllangan erkin xalq ming so'm o'sha islohotlash ishlarini tashkil qilish uchun loyihash masalasini ko'rganmiz. Masalan, 118 million so'm QB ishlarni tashkil qilish uchun bu masalani ko'rganmiz. Keyin 38 million so'm maqsadlarimizga kameralar bilan jihozlash hamda ularda o'sha qalqon ichki ishlar bo'limiga ulash kiritilgan. Keyingi masalamiz axborot prezimiz viloyat bilan shartnomasi bor. Bu shartnomaga asosan 1 million so'm pul o'tkazib berish. O'sha olingan kameralarni uzatish uchun. Keyin o'tgan yili sessiyaning qarori chiqqan edi, 5 milliardga barak uylarni buzib, o'shalarga kompensatsiya to'lab berish kerak edi. O'sha barak uylardan biz 5 milliarddan 3 milliarddan ajratganmiz. 3 milliarddan 2 milliard 2 milliard 300 ishlatilgan. 200 million so'm asirganimiz bor, qolganimiz bor. Yana 200 million 2 milliard so'm ajratilishi kerak edi. Bunga viloyat sessiyasining qarori chiqdi. Endi o'zimizning tumandan sessiyaning qarori bilan tasdiqlab, o'sha 2 milliarddan ajratib berishimiz kerak. Barak uylarni buzib, buzishga to'laydigan kompensatsiya. Keyingi masalamiz tumanimizda joylashgan o'sha xizmat uylarining moliya texnik bazasini yaxshilash uchun 158 million so'm. Keyingi masalamiz nogironlar bilan ish o'rtoqlari asosan istiqomat qilayotgan nogironlarni tadbirini o'tkazish uchun 13 million so'm. Keyingi masalamiz 15 ta mahalla nazorat inspektorlarining har birining xonasiga ovoz yozib oluvchi kuzatuv kameralar o'rnatib, o'sha viloyatga ulab berish. Yerda o'sha respublika bo'yicha nazorat inspektorlarining xonasida salbiy holat bo'lgan. Viloyat ichki ishlar xatiga asosan tuman ichki ishlar maqsadida barcha tumanlarda ham nazorat inspektor uchastkalarini xonasiga o'sha kamera qo'yib berildi. O'shanga olishib qo'yilgan. Keyingisi dekabr oyida masalan aytgandek faqat ma'lumot yo'q bo'lib ko'rmagan. O'tgan summasi aytgan yangi archasini o'shani endi ma'lumotlar shakllanmagani uchun endi ko'paytirib masalan talablar bo'ladi. Keyin aytamiz. Keyin o'sha keyingi masalamiz 2026 yil 5
o'sha birinchi chorakning rejalari bor edi, o'sha xavfsiz yo'lak, xavfsiz ko'cha, xavfsiz mahalla, o'sha ta'minlash uchun 220 million so'm ajratyapmiz. Buni kiritganmiz. Keyingi masala. Bu ham 2 yil pul ajratilgan. Infratuzilmani yaxshilash jamg'armasidan inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga 2 yil pul ajratildi-yu, lekin ishlatilmasdan shu bo'yicha qoldi. Chunki 2 yil ruxsat yo'q edi, infratuzilmani yaxshilashga pul ishlatishga uchun mahallada ijtimoiy xodimlarga kompyuter printer olib berish uchun 75 million. Keyin 2 yil nima qilingan kameralar qilganmiz. O'sha bizda og'ir toifalar mahallalarimiz ular bo'lindi, uni respublika xavfsiz hudud bilan Telekom birgalikda ulab berdi, lekin qolgan mahallalarga ularga qo'yilgan kameralarni viloyatga uzatish uchun o'sha hammasini yig'ib mahallaning uchastkavoy xonasiga markazlashtirib respublika uzatish uchun adres shunaqa olish uchun jami bunga 120 million so'm kiritganmiz. Oxirgi masala Kimga savol bor? Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlar, paxta guruhi kengashi mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Xazmot Zoirman. Kun tartibidagi masalalar kiritilgan tuman mahalliy byudjet hamda tuman hokimi huzuridagi infratuzilmani ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masalalar xalq deputatlari paxta tuman kengashi mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari ishtirokida o'rganib chiqilgan, atroflicha joylarga o'rganib chiqamiz. Doimiy komissiya yig'ilish soha vakillari komissiya a'zolari ishtirokida muhokama etilib, tegishli tavsiyalar berib o'tilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishlarimiz maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Tushunarli. Yana kimda qanday savol? O'zingizda savol bor. O'sha barak tipidagi uylarga mablag' ajratish bo'yicha bor hozir mavzular. O'sha bo'yicha ham bir aniqroq ma'lumot bersangiz, qanday bo'ladi bu barak tipidagi uylar shunaqa yetadimi hozir tumanda shu muammo bo'lib turibdi. Endi o'tgan yili 2025-yil viloyat hokimining o'sha viloyat hokimi tashabbusi bilan bizni tumanga barak tipida uylarning buzilganda o'shalarga kompensatsiya to'lab berish uchun 5 milliard nima chiqqan? Qaror chiqqan edi. Viloyat deputatlar kengasida viloyat kengasida qaror chiqqan edi. Ular aytdi bizga, mayli, men sizlarga 1 milliard berdi. 5 milliarddan 1 milliardni oldi. Ishlatib bo'lganlardan keyin peshma-pesh qolganini beraveradi. O'shanda biz 3 milliardni oldik. 3 milliardni olib, bu yerda o'zimiz moliyani olib, bu yerda hokimiyatdan Ismoil aka o'rnatilgan. Shu barakdagi o'g'il uyga borib tavsiya qildim. Misol uchun hozir men 50 kun so'm, men 50 kun so'm senga pul berib, shu barak uyni bizga topshirib chiqib ketdik. Ismoil aka ishlagan paytda o'zi nima qildan to'xtab, ish to'xtab qoldi. Ish to'xtatdan keyin biz iqtisodiy kompleks jalb qilib, bizim moliyani hammasini qo'lga to'ldirib bo'ldik. Ben senga 10 ta familiya bordan gaplash, tavsiya qildi. Lekin o'sha 40 million so'mdan oshib ketmasin. Chunki ertaga javob bermaganman. 40 million. Chunki nima uchun oshib ketmasin deymiz. Bizlarning tumanda o'sha endi o'qiyotgan bo'lmaganman. Hammasiga barakda yashagan odamlar hammasiga Citydan uy berilgan. Lekin o'sha bitta xonadonda misol uchun 4 ta oila turgan bo'lsa, shuni ikkitasi chiqayotgan, ikkitasi eski barakda qolib ketdi. Barakda uyni ham berib qo'yibdi. Bu uyni buzmasdan barakda Citydan uy berib qo'yibdi. Cityga chiqayotgan bu yerda ikkita oilasi qolib ketibdi. Bu bizga ham alohida uy berasan debdi, ularga uy berilmayapti Cityda. Keyin shundan bo'lib o'sha paytda ishda endi qanday o'sha vaziyat shunday bo'lgan, balki ish noto'g'ri tashkil qilingan. O'shunaqa vaziyatda ko'plar bizda qolib ketgan. Lekin u odamlarga hozir biz uy ham bera olmaymiz, joy ham ajratib bera olmaymiz.
Chunki oladiganlar ular asosiysi olib bo'lgan hammasi. Endi hozir mana shu o'tgan yil mana shu 3 milliard ajratilgan bo'lsa, 2 milliard 53 tani barakka berdik. 2 milliard 300. Yana 700 million so'mimiz qolgan edi. Hozir endi 2 milliard pul bor. Hozir tavsiya qilyapmiz, mana senga 40 million, 50 million so'm pul. Shu uyingni topshirib chiqib ket. Biz ular do'stlik tumanlarida katta pul berdik. Kattaroq pul berdik. Do'stlik tumanida oldin qanday holat bo'lganini bilmaymiz. Biz aytib tuman unaqa narx ko'tarib olmaymiz. Chunki biz o'sha har bir xonadonga alohida joy ham berganmiz. Sitidan uyini ham qurib berganmiz. Lekin hammasi chiqib ketmagandan bitta oilada to'rt oila yashagan bo'lsa, bittasi chiqib ketdi, ikkitasi qolib ketdi, ikkitasi chiqib ketdi, bittasi qolib ketdi. Biz boshqa u summani oshira olmaymiz, chunki o'tgan safar uy bilan ta'minlaganmiz, hammasi uyini berganmiz. Faqat yarim chiqib, yarim qolib ketgan, aslida o'sha tanishlik bo'lishda mana bu Citydan uy ajratildimi, mana senga uy ajratildi. Bosh yoqqa chiqib ket. Agar chiqib ketsang, mana shu Citydan senga uy beriladi. Deb o'shani chiqarib yuborib, o'sha uyni buzib tashlash kerak. Uyini buzmagandagi u yoqqa Cityga chiqib ketgan, bu yoqda yarim qolib ketgandagi yana yashaydidagi, xullas kalom bitta oila ikkita uchta uy olamiz degan maqsad bor. Lekin ikkita uchta uy ham olgan o'sha. Olgan olmaydigan shu qolib ketdi. Faqat endi o'sha paytida bajarmagan Bu yerda hozir ko'prikni safarboshxonada bo'lishgan. O'sha vaqtida shu lavozimda mana shuni bajargan shaxslar bor-ku, nega ularga chora ko'rilmayapti? Nega davlat yana ularga mablag' to'lashi kerak? O'sha vaqtida bajarmagan rahbarlar nega javobgarlikka tortilgan? O'shalar bilan ishlash kerak. Sizlarning bilan boshqa tumanda boshliqlar bo'lganda, hozir ishlab O'shani bajargan bor, hozir ham ishlayapti o'shalar. o'shalar ham yo'llanib boradi. Mahalla raislari olgan. Nega hozir davlat yana ularga 40 milliondan berish kerak? O'sha yo'naltirsa bo'ladi. Darakdagilar yaqinda murojaat qilgan viloyatga. Bu masalani oxiriga yetmadi. Bu yerda hozir ba'zi bir nimalar u yoqdan uy ham olmaganda va o'shasi olmagan-ku. Bularga mana men bir 4-5 tasini bilaman. Ularga bir ta'rif qilinganda shu vaqtda sen agar chiqmaydigan bo'lsang, ertaga uy qurilganda senga uy beramiz. Dedi ular qolganda. Ular nima qiladi? Ular bu yoqdan yer ham olmaganda. Endi hozir buni misol uchun biz hokimiyat tizimi uni aralashib ularni hal qila olmaymiz. Chunki ular bizim vakolatimiz. Misol hokimlik oldi, qarorni vakolati bor edi, qaror chiqarib yer ajratib berish. Hozir bunaqa vakolat yo'qmi? Demak, o'sha yerda uy quriladigan bo'lsa, dom quriladigan bo'lsa, bitta tadbirkor kelib, bu yoqqa jo'ra. Sen mana shu yerda men mana dog'ani uyim, baragim menga xalaq qilyapti. Qo'y shu baragimni sen buzib, sen shu yerdan dom quraydi. Yo sen shu yerdan yo'l tushadi ekan men. Undan sen mana shu uyimni o'rniga men senga ikkinchi etajdan, uchinchi etajdan bir xonali, bir xonali uy beraylik. Buni o'zaro kelishadi. Buni endi biz hokimiyat faqat biz pul taklif qilamiz. Ular 40 million hech narsa bo'lmayapti-da, ular chunki ular ishonib ko'chmagan, bu aytganingizdek bir 10 ta kvartira bo'lsa, ichida bitta ikkita kvartira qolganda, atrofda buzib ketgan. Shunaqa nimalar bor-da oilalar. O'shaning uchun ana shunaqa bir muammoli hozir baraklarimiz qoldi. Men bilmasam, balki ba'zi boshlarni men ana pullarni masalasini hal qilsa, kim rahbariyat o'zlari ko'radi. Endi savol bor. Doimiy komissiya raisi sifatida savolim bor edi ayni shu masala bo'yicha. Mana hozir siz ma'ruzangizni o'qidingiz. Har bir xonadonga 40 milliondan deyapsiz. Shunga asos bormi? Yo'q, nima uchun 40 milliondan deyman demoqchiman. Endi o'tgan 25 million berganmiz ham. Endi aytibman, boyagi asosiy qismiga odamlarning asosiy qismiga Citydan uy berilgan-da. Endi shu yerga chiqib ketish uchun, boshqa qilish, shu yerga xullas qilib chiqarish uchun taklif qilmaydi. Lekin asosiy qismiga uy berib bo'lgan hammasiga. Aytibman, demak 40 milliongacha pul berilgan, ajratilgan. Yana qo'shimcha men o'sha komissiya a'zosida borman-da. Men shu qo'l qo'yib beraman har doim. Hammalikda bor. Endi qarang, siz 40 milliongacha deb ma'ruzangizda aytdingiz, lekin biz 50 milliondan yuqorilarga ham qo'l qo'yganmiz bo'lgan. Shu bitta ikkita safarga chiqib men endi u
hammasini, aniq summasini men bilmayman, o'rtacha hisoblab 40 million so'm. Oxirlarda to'g'ri, sen aytgansang, menimcha 50 million so'mga ham chiqdi menimcha. Shundayda. 30 million. Shunday. Endi barak buzilishlarida asosan men 2018-yilda qatnashganman-da. O'zim tanishtirman, Xalq Demokratik partiyasining raisi Anday Zulfiyaman. Shunda bunday taklif berildi. O'sha paytida ishlaganligim uchun aytaman. Yo chiqasanmi yo domda qolasanmi degan taklif berildi-da. Shuning uchun ko'plar borki dom olamiz deb qolib ketganlar. Masalan, Do'stlik mahallani misolida gapira olaman. Misol uchun 200 ta barak bo'ladigan bo'lsa, shuni 50 tasi dom olaman deb qolgan. Shuni bir 10 tasi yerni oldida, lekin qurmagan. 40 tasi umuman yer ham olmagan, faqat dom olaman degan umidda qolib ketgan. Shuning uchun hozir ularning yeri ham yo'q-da. Yeri borlariga ham 30 milliondan boshqa taklif qilindi. Bu yillarga 50 million taklif qilindi. Bu yil 50 million olib, ustiga ozroq qarz olib, bir xona dom olganlar ham bor. Hozir Do'stlik mahallasining hududida 100 millionga bir xona dom berilmaydi. Ular juda ham arosatda qolib ketgan ko'p fuqarolar. Yer olib qo'yganlar endi hatto o'sha 30 millionni oldida bo'ldi. Ana homiylar, ular yaxshi insonlar ko'p ekan, hatto bunday ko'tarib ustini yopib oldi. Shuning uchun qolib ketgan. Endi uning buni ayblamash kerak. Shunda taklifni noto'g'ri berganmiz. Yo dom olasanmi, yo barak endi uchastka olasanmi deganmiz. Shuning uchun shunday bo'lib qolib ketdi. Endi hozir masalan Do'stlik mahallasida boylarga, masalan tadbirkorlarga 3 ta 4 ta ko'p qavatli uy qurilyapti. Menimcha u tadbirkorga 2 xona, 1 xona uy berish hech nima emasda. O'shani tadbirkorlarga taklif qilish kerak. Masalan 3 ta, 2 ta barak qolyapti, sen o'sha fuqaroga uy ber deb taklif qilish kerak. Meni taklifimda Endi baribir hammasi vaqti kelib o'zi shu tadbirkor o'zi masalasini yechib olib, misol bizda shaharlarda xuddi o'shanday dom uy kerak, hovlini sotib olib, bu yerda ham asosiy boradilar. O'sha sen faqat vaqt o'taydi. O'zimiz bittalab hisobot qilganmizda, har bitta fuqaro bilan gaplashganmiz. Sen dom olasanmi, uchastka olasanmi deganmizda, shuni bittalab hisobotni biz o'zimiz tuzganmizda, o'sha payt mahallada ishlardim. Takliflar to'g'ri berilgan o'zi boshida deb o'ylayman, endi ham bilmadim. Shunday bo'lganda uy qurish uchun joy beryapti dedi, hokimiyat beradi. Shunda ularga ta'min berishlarda shunaqa mana shu atrofda buziladigan xonadonlarga kvartira berishmoqda. Toshkent katta shaharlarda shunaqa edi. Bizda shaharda ham shunday. Shunday maydonga tushadigan hovli joylarga kvartiradan beradi ular nimasiga. Bitta Do'stlik mahallasi 5 ta tadbirkor uy quryapti-da. Shular bersa bo'ladi, o'zi juda kam qolgan Do'stlik mahallamizda. Yer sotib olyapti. Sotib oladi, shuni tarif qilish kerakda ularga. Bari talab shakli baribir beradi. Ondan bari boshqa joyda bo'lmasa bu yomon. Vaqt keladi-da, shular sentrum kelsa, domlar qurishsa, odamlar ko'chib kelsa, magazin qursa, o'rtada barak turmaydi, baribir joyda beriladi. Eshitdingiz hozir. Yana kimda qanday taklif so'raladi? Agar boshqa taklif savol bo'lsa, ushbu qaror loyihalarini sizlarga tarqatilgan qaror loyihalarini qabul qilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishi mumkin. Rozilar betarafdan qarshilar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 4-masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilga qo'yilgan yangicha yondashuvlar asosiy rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi ijrosini ta'minlash to'g'risida so'z tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'lim boshlig'i To'xtamishov O'tkir Ubaydullayevichga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli raislik uchun, hurmatli deputatlar. Xabarlaringiz bor. Aholini doimiy ishga joylashtirish, daromadini oshirish bo'yicha daromadlar 5 yillik dastur qabul qilinardi. Oxirgi 4 yilda har yil uchun alohida prezidentimizning qarorlari chiqyapti. Jumladan bu yil uchun ham tumanda 26-yilda hududlarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida prognoz ko'rsatishlarni tasdiqlash to'g'risida axborotni eshittirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida 49-son qarori ijrosi yuzasidan tumanda 2026-yil uchun
shakllantiriladigan yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash to'g'risida dastur ishlab chiqildi. Dasturda doimiy komissiyaga taqdim qildik. Tuman aholisi bilasizlar 83.768 nafar, shundan 37.696 nafari, ya'ni 45% shaharda, 46.072 nafari, 55% qishloq joyda yashaydi. Shundan mehnat resurslari 45.681 nafarni, iqtisodiy faol aholi 35.418 nafar, iqtisodiy nofaol bo'lgan shaxs aholilar 10.263. Jami ish bilan band aholi 33.649 nafarni, ishsizlar, rasmiy ishsizlar 1.769 nafarni 1-yanvarga tashkil qo'yadi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida bandlar 18.322 ta. Bu rasmiy sektorda deganda budjet tashkilotlari, xullas hujjat yuritadigan mehnat shartnomasi bori rasmiy sektorda deyiladi. Iqtisodiyotning norasmiy sektorida 14.326 nafarni tashkil qiladi. Paxtakor tumanida 26-yilda ish o'rinlarini tashkil etish, aholi bandligini ta'minlash dasturiga muvofiq joriy yilda 14.880 ta aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, ish o'rinlarini soyadan chiqarish belgilangan. Birinchi, aholini doimiy ish o'rinini ishga joylashtirish hisobiga jami 2045 ta. Shundan investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 288 ta, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 256 ta, qishloq xo'jalik sohasida 400 ta, qurilish sohasida 90 ta, bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirish hisobiga 311 ta, banklar mijozlar bilan ishlash hisobiga 700 ta. Aholi daromadlarini daromadlarini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olishni tashkil etish hisobiga 10.187 ta. Shundan aholini mavsumiy band qilish hisobiga 1.706 ta, mehnatsevar ayol dasturida 232 ta, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga 781 ta, mikro loyihalar, kasbga o'qitish hamda tomorqadan samarali foydalanish hisobiga 1395 ta, tumanda tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar berish hisobiga 3486 ta, teng imkoniyat eksklyuziv bandlik dasturi asosida 87 ta, pillachilik sohasida 2,5 mingta bandlik ta'minlanadi. Uchinchidan, ish o'rinlarini soyadan chiqarish tashkil etish hisobiga 2648 ta. Ya'ni bu legallashtirish 2026-yilda 14.880 nafar aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirish, ish o'rinlarini soyadan chiqarish maqsadida ko'rsatkichlarni amalga oshirish yuzasidan yo'nalishlar va mahallalar kesimida dastur hamda yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bundan tashqari 26-yilda tumanda kamollik darajasi 207% ni, ishsizlik darajasini 4-6% kamaytirish belgilangan. Mana shu 14.880 tani hisobidan yangi mehnat bozoriga kirib kelishini hisobidan kambag'allikni, ishsizlikni aytib o'tgan foizlarga tushiramiz. Shu bilan birga dastur doirasida tashkil etilgan yangi ish o'rinlari va bandligini ta'minlash, aholi to'g'risida ma'lumotlarni elektron axborot tizimi orqali yuritish va shakllantirish, ma'lumotlarni idoralararo elektron axborot almashuvi orqali har oyning 15-sanasiga qadar soliq qo'mitasiga, bandlik va mehnat vazirligi soliq qo'mitasiga taqdim etadi. O'z navbatida soliq qo'mitasi aholi bandlik va ish o'rinlari hisobotini haqqoniyligini tekshirib, har oyning 20-sanasiga qadar Vazirlar Mahkamasiga kiritib borish belgilangan. Shu munosabat bilan vazirlik tomonidan dastur ijrosini monitoring qilish, bandlikni ko'maklash, tashkil etish va ish o'rinlari hisobini yuritish yuzasidan yangiish.uz elektron platformasi ishlab chiqilgan. Shu platforma yuridik shaxslar, budjet tashkilotlaridan tashqari va yuridik shaxs bo'lmagan tadbirkorlik subyektlar, yakka tartibda tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, o'zini o'zi band qilganlar, band qilingan aholini tashkil etilgan va ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar asosida yuritiladi. Bunda sohalarda tashkil etilgan ish o'rinlarining o'zaro takrorlanishini oldini olish maqsadida har bir korxona, tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlarini tasdiqlagich asosida qarorlar belgilangan. Soha va yo'nalishlarga ajratiladi. Shuningdek, dastur doirasida korxona va tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar quyidagi talablarga javob bergan taqdirda platforma hisobga olinadi. Soha va yo'nalishlar dasturi ijrosini ta'minlash bo'yicha tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari mas'ullik belgilangan. Shundan kelib chiqib, tuman dastur doirasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar platformaga quyidagi tuman bo'limlari tomonidan kiritib boriladi.
yirik va xususiy investitsiyalar loyihalarini amalga oshirish hisobiga tashkil etiladigan doimiy yangi ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotni tuman investitsiya, sanoat va savdo bo'limi tomonidan xizmat ko'rsatish, aholini doimiy ish o'rinlariga ishga joylashtirish hisobiga doimiy ishlarni bandligini ta'minlash va aholini tashkil etilgan ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlarni tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida doimiy mavsumiy ishlar bandligini ta'minlash ma'lumotlarini kiritish tuman qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan qurilish sohasidagi ish o'rinlarini tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi tomonidan qurilish sohasini doimiy vaqtinchalik ishlarda band qilingan aholini tashkil etilgan yangi ish mehnat ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlarni mehnatsevar ayol dasturi asosida ma'lumotlarni tuman xotin-qizlar bo'limi tomonidan ish o'rinlarini soyadan chiqarish to'g'risida ma'lumotlar tuman xotin-qizlar bo'limi tomonidan ish o'rinlarini soyadan chiqarish to'g'risida ma'lumotlarni tuman soliq inspeksiyasi teng imkoniyat eksklyuziv bandlik dasturi to'g'risida ma'lumotlarni tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan kiritib boriladi. Xabarlaringiz bormi, hozir yuqorida o'qilgan har bir bo'limni tuman hokimida o'rinbosarlari bu tashkilotlar mas'ul kiritishga, lekin bularda qaror bo'yicha javobgar tuman hokimining o'rinbosarlari har bittasi bo'yicha qurilish bo'yicha o'rinbosar, investitsiya, moliya, iqtisod har biriga javobgar hukumat vazirlar mahkamasi o'rinbosarlardan so'raydi. Bu tashkilotlar, men o'qigan tashkilotlar faqat ma'lumotni kiritishga javobgar hisoblanadi. Ma'nozam shu savollar bo'lsa. Universitet okuludan deputat, Milliy tiklanish partiyasidan saylangan deputat Ma'mon Karamat. Hozir siz bu yerda 7 ta loyiha dasturlarini o'qidingiz. Bu yerda hozir mehnatsevar ayol teng imkon inklyuziv bandlik dasturi haqida kiritib o'tdingiz. Bu dastur haqida bizga ozgina tushuncha bersangiz. Mehnatsevar ayol bu xotin-qizlar kiritadi. Xabaringiz bor, o'tgan yildan ayollar daftariga kiritilganlarga 645 ming 48 ming pul beradi. Bu narsa to'xtatildi. 1-yanvardan mana shu dastur ishga tushiryapti-da, bitta lider tadbirkor olib, ayollarni, ishsiz ayollarni olib, mehnatsevar ayol sifatida bitta kompaniyacha yoki bir bo'limcha tashkil qilib, tadbirkorlikka jalb qilish. Ularga asfalt uskuna olib beradi, pul mablag' berilmaydi, asfalt uskuna beradi, bo'sh turgan bino beradi. Nimaiki qilsa bo'ladi, o'sha dastur doirasidagi ish bilan ta'minlanadi. Kambag'al oilami, ishsiz oilami o'shanga jalb qilinadi. Shuni hisobidan bo'ladi bu dastur. Mehnatsevar ayol dasturi o'sha bo'lyapti. Endi berilmaydi. Xabarlaringiz bor, har chorakda bo'lmaganda 500 ta odamga 600 ming, 700 mingdan pul beriladi. Yo'q, endi u narsa yo'q. 1-yanvardan boshlab yo'q. Ayollar daftarida u narsa yo'q. Ana shu dasturni ishga tushirdi. O'sha Keyingisi teng imkoniyat eksklyuziv dasturi inson ijtimoiy markazida 3-guruh nogironlarga hozir berilmaydi. 1-2 guruh beriladi, faqat 3-guruh berilmaydi. Bu nogironlarga ham ishlash imkoniyati borda. Ishlash qobiliyatini uni mediklar belgilaydi. 65% dan yuqori bo'lsa ishlamaydi. Bo'ldi. U mana shunday nogironlarimiz bor, 35%, 40%. Ular ishga kirish mumkin. U kvota vazirlar mahkamasining qaroriga asosan kvota belgilanadi. Inson ijtimoiy markazi o'sha kvotaga jo'natadi. O'shalarni hisobini yuritadi. Nogironlar bor. Ish bilan ta'minlaydi. Ish bilan ta'minlaydi. Nafaqat ish bilan, tadbirkorlikka ham jalb qilish mumkin. Ularda imtiyozi bor. Keyin o'sha korxona nogiron uchun sharoit yaratib beradigan bo'lsa, ketgan xarajatini ham qoplab beradi buni dasturimizdagi. Misol uchun nogironlar yo'lakchasi bo'ladi, pandus deyiladi. O'shanga ketgan xarajatni shu kabinetga kirib, mana kalashka bilan chiqib olgancha bo'lgan qancha xarajat ketgan bo'lsa, uni budjetdan qoplab beriladi. O'sha dastur. Yani savol taklif. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, yuqoridagi masalalar bo'yicha doimiy komissiyamizda ko'rib chiqqanmiz. Yuqoridagi masalalarni inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishga maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Boshqa savol takliflar bo'lmasa, mazkur masala yuzasidan qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihalarini qabul qilinsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 5-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Paxtakor tumanida 2025 yil vegetatsiya davri uchun belgilangan yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini qayta ko'rib chiqish va
tasdiqlash to'g'risida so'z tuman suv yetkazib berish xizmati bölüm direktörü Avazov Azamat Rajabovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, kengash a'zolari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK kreditning sonini Jizzax viloyati hokimining 2026-yil 12-fevraldagi 49-3-H-26 sonli Paxtayor tuman hokimining 2026-yil 19-fevraldagi nomer 43-52-26 sonli qarorlarida har yil 1-aprelga qadar bekitilsa davri uchun suv manbalarining suvlilik darajasini tahlil qilgan holda suv bilan barqaror ta'minlanganlik hamda ta'minlanmagan hududda joylashgan qishloq xo'jalik maqsadlarini yetishtiruvchi iste'molchilar ro'yxatini ishlab chiqish va tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashiga kiritish belgilangan. Shundan ko'ra Paxtakor tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan ushbu ro'yxatlar shakllantirib ilova qilindi. Ikkinchisi, Paxtakor tuman suv yetkazib berish davlat xizmati muassasasining 2026-yil 7-yanvardagi 2-sonli xatiga asosan Paxtakor tumani bo'yicha suv olish limitlarini qayta taqsimlanadi. Xususan, fermer xo'jaliklar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va baliqchilik xo'jaliklari uchun 2 million kub, dehqon xo'jaliklar uchun 11.500.000 kub suv, mahalla fuqarolar, mahalla tomorqalar yig'inlari uchun 1.310.000 kub suv. Jami bo'lyapti tuman bo'yicha 189.900.000 kub suv olish limitlari belgilanadi. Mazkur holatdan inovatga olib 2025-yil vegetatsiya davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimidan ekinlarni sug'orish maqsadida suv olish limitlarini qayta ko'rib chiqish hamda tasdiqlash maqsadida muvofiq deb hisoblanadi. Shu munosabat bilan yuqoridagilarda ko'rsatilgan suv olish limitlarini Paxtakor tumani xalq deputatlar kengash sessiyada tasdiqlashda amaliy yordam ko'rsatishni so'raymiz. Ilova Paxtakor tuman suv yetkazib berish davlat xizmati muassasasining 2026-yil 7-yanvarda 2-sonli xati varaqasida 3-si. Xabarimiz bor, respublikamizda balki dunyo miqyosida ham suv muammosi global muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Qishloq xo'jaligida foydalanayotgan suvimizning 80% qo'shni respublikalar Qirg'iziston va Tojikiston hududlari shakllanib bizga kirib keladi. 20% o'zimizning O'zbekiston hududida shakllanadi. Ayniqsa keyingi yillarda suv kamchiligini sezilarli darajada kuzatayotganligi, suvdan samaradorli foydalanish, suv ijod texnologiyalarini joriy qilish, irrigatsiya tarmoqlarini ta'mirlash, tiklash, kanal va yer aralarini betonlash orqali uni iqtisod qilish kabi qator zaruriy chora-tadbirlar ko'rinishda taqozo etmoqda. Paxtakor tuman suv yetkazib berish davlat xizmati 13 km 900 metr xo'jaliklar aro 39,5 km xo'jalik ichki kanallar hamda 224 km latok tarmoqlarini ekspluatatsiya tadbirlarini amalga oshirib iste'molchilarga suv yetkazib berish xizmatlari amalga oshirib kelmoqdamiz bugungi kunda. Bu tarmoqlar 1960-yil 1970-yillar oralig'ida qurilgan bo'lib, uzoq yillar foydalanish natijasida aksariyat qismi ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Yil davomida joriy va boshqa ta'mirlash ishlarini amalga oshirib borish talab etilmoqda. Paxtakor tumani suv yetkazib berish davlat xizmati 2024-yil yangidan tashkil bo'lingan bo'lib, hozirgi kunda ta'mirlash uchun zarur texnikalarga ega emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12-sentyabr 2025-yilda qishloq xo'jalikda mo'ljallangan yerlarga mahsulot yetishtirishning uzluksiz ta'minlashda yerdan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 170-sonli farmonining 2-qismi 4-bandiga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarida bo'lgan ijara huquqini elektron onlayn auksion savdolari orqali sotishdan tuman byudjetiga tushgan mablag'lar tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisoblanishi, bundan ushbu mablag'lar qat'iy ravishda hududiy investitsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish dasturiga muvofiq
tegishli tumanda qishloq va suv xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan sug'orish tizimlarini yaxshilash, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yer maydonlarini yangidan o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritish qishloq xo'jaligi sohasidagi eng so'nggi ilmiy yangilik va innovatsion yondashuvlar joriy etish tadbirlarini moliyalashtirish uchun xalq deputatlari tuman kengashlari qaroriga asosan yo'naltirilishi belgilab qo'yilgan. Shu formaga asosan tumandagi mavjud irrigatsiya tarmoqlarini doimiy ta'mirlash, tiklash ishlarini olib borish uchun juda bugungi kunda zarur bo'lgan bir dona manipulyator o'zi ortib o'zi tushiradigan kran chiqqanlarda shundan 1 milliard 120 million so'm bo'lgan maxsus texnika vositasi kran manipulyatorni sotib olish taklifini kiritmoqchiman. Sizlardan men taklifni o'rganib chiqib tasdiqlab berishlaringizni iltimos qilaman. Sizdan ushbu ro'yxatni xalq deputatlar tuman kengash sessiyasi kun tartibida kiritib tuman deputatlar ishtirokida ko'rib chiqib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Savollar bo'lsa aytingizlar. 3 ta masala bo'yicha javoblar beramiz. Yemlik texnika olish, barqaror suv bilan ta'minlash. Mablag' endi hozir biz bugungi kunda o'zimizda 40 xodim ishlayapti. Qayerdan esa biz boryapmiz o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarga Telegramni ko'ryapmiz, tashlab boryapmiz. Qo'limizdan kelgancha bizniki ham xashakda. Masalan, bizga hozir fermerdan 100 so'm pul tushayotgan bo'lsa, bir ko'pga 100 ming. Bu 60 so'mni tumanning byudjetiga tushadi. 40 so'm bizga tushyapti, birdan tushmaydi. Ketma-ketlikda tushganini birinchi o'rin ishg'olga belgilangan. Ikkinchisi boyagi qishloq xo'jaligi boyagi sug'orish tarmoqlarini remont qilish. Ko'ryapsizlar, mana betonlashtiryapmiz. O'zbekistonda pas qabsini pasga olib boryapmiz. Nariyag'ini dastur asosida 4 kilometr firmalar. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Kran masalalari bo'yicha fermerlardan pul yig'ib olinyapti. Bo'lmasa tumansiz boshqa tumandan bunga o'xshagan suvchilardan hashar yordamida krandan qiynalyapti. Mirzacho'l og'am masalan qiynalmayapti-da. Shuni agar olsak menga har kun kelmoqda. Shu tumanning ish uchun shu yerda bu mana doimiy ravishda qoladigan texnikada u har doim. 10-chi forum deputat O'g'murod Sarvardan. Shunday savol emas, taklif. Bizda o'sha Sonobod mahallasidagi G'allarobod ko'chasining yonida o'tgan kichik kanalimiz bor. O'sha 1,5 kilometr. O'sha har yili bizga muammo tug'diryapti-da. Sababi hozir keyingi masalani ko'rdim, kadastr agentligi chiqar ekan, shu bo'yicha ham muhokama qilmoqchiman. Aholi bilan kanal o'rtasida va kanaldan foydalanuvchilar o'rtasida muammo kelib chiqyapti. Sababi aholining hovlisi kanalgacha surib borilgan, bu qo'ldan qandaydir ajratilish kerak. O'sha kanalning taqdiri hozir u kanalning aslida o'sha aholidagi boyagi sizot suvlarni chiqishiga ham yordam beradi. Keyin boyagi katta kanalga ko'p miqdorda suv kelib qolgan paytda qasi aylanmasiga, demak boyagi xavfli holatni oldini olish uchun ham boyagi qo'shimcha zaxira sifatida foydalansa bo'ladi, foydalanyapti. Lekin uni boyagi tozalash masalasi va kanalga berkitilgan ko'cha, yo'l masalasida so'ramoqchi edim. O'zi kanal kimga qaraydi? Bizga qaraydimi yo Zafarobodga deb shu shug'ullanganda Zafarobodga, vaholanki Zafarobod fermerlari bir qismi foydalanadi, qolgan qismi Zafarobodga kerak emas. Zafarobod o'sha darasiga olib o'tib ketish uchun qisman o'sha 40-50 metr masofadagi yerdan foydalanib, o'sha yerda tozalagan vaqtda ko'p miqdorda chang, tuproq chiqadi, aholini hovlisiga urib yuboryapti. Yozning kunlari aholi keyin norozi bo'lib chiqyapti. Mana shunday masalalar ko'tarilyapti-da. Shu masalani hal qilganimizda yaxshi bo'ladi. Buni to'g'ri aytdingiz, u bo'yicha bir 2 yil shug'ullanyapmiz-da. U kanal 24/2 deb nomlanadi. U Zafarobod tumani bilamizda. To'g'ri aytyapsiz. U borib aholining sizlar suvlarini chiqarib ketishga yordam bo'ladi. Bu kanalda suv ko'payib ketsa, teskari uqloqni haydashga yo'l beradi. Uni bultur qancha pul ajratib bo'lib qoldi. Dediki shug'ullandi, keyin qandaydir buyuk ipak yo'lga yo'naltirildimi? Narsalar bo'lib ketdi, to'g'risi. Uni yuqori rahbariyat biladi. Zafarobod tumani qarashlarga to'g'ri aytyapsiz. Uni bir ko'mamizdagi katta, eng katta lotok bor. Ko'moy. Shunaqa ham qo'ymoqchi bo'ldik. Bir o'ri teksa bir olishga sotib deb qoldi. Keyin shu o'rtalikda qanday pul ajratildi ekan bular. Tozalanadi, haqiqatda bir
Biroq o'zani olib qo'ygan beton ketib qolgan. Boya ketib 1960-70 yilda qurgan kanallar. Tashlaganda. Lekin o'sha kanalning mavjudligi agar u kanalni ko'madigan bo'lsak, juda ham u yerlar birinchidan boyagi suvli, boyagi loy joylar, u suv ketmaydi, uni keyin aholiga juda ham qiyin bo'ladi. Chunki suv tortadigan joy bo'lmagandan keyin shu yerdan 4 ta ko'cha foydalanadi. 4 ta ko'chaning uyi suvga to'lib ketadi. Yomg'ir sezon paytida, qishning paytida shuning uchun u kanalni ko'mishni juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi aholi keyinchalik qiynalib qoladi. 1 kilometr radiusdagi masofadagi aholi juda ham qiyin ahvolga tushib qoladi. Shodmon bu takliflar berganmiz, faqat betonlashtirish bo'yicha. Uni ko'rib chiqyapti, bu mablag'. Uni endi viloyat bilan kelishgan holda yo kanalni paxtako'lga olish kerak, yoki balansiga, yoki kanalni umuman Zafarobodga shunaqa bir yuklama qo'yish kerakki, kanalga o'sha muntazam ravishda boyagi ta'mirlash jarayonlarini nazoratga olish bo'yicha bir qandaydir Zafarobodga yuklama qo'yish kerakmi bilmayman. Hozir kanal haqiqatan tashlanib qoladi. Aholining juda ham ko'p norozchiligi bor. Hozir u kanalning yonidagi yo'ldan o'tmas. Hozir u kanalning yonidagi yo'ldan aholi ham foydalanadi. Ko'cha bo'lib ketgan, G'allaroq ko'chasida ko'chaga ham nom berib yuborilgan. Lekin ko'cha ayanchli holatda, u bilan avtotransportda yurib bo'lmaydi ko'chadan. Sababi juda ham o'nqir-cho'nqir holga kelgan. Lekin ta'mirlaydigan odam yo'q. Paxtako'lga aytsak, Zafarobodda balansida, Zafarobodga umuman u joyning keragi yo'q. Shuni aytyapman. O'zim fikrim, o'zim taklifim menda nima deydi, yangi eksploator borda. Shu mahalla uchun, tuman hududi uchun men tozalashga ikki tomon tozalashga roziman aka. Bu betonlashtirish masalasi bo'yicha, mablag' masalasi bo'yicha endi yuqori rahbariyat beradi. U taklif berganmiz aka. Tozalash bo'lsa, ertaga kun isib qolsa, xudo xolasa, masala bo'lmaydi. Kallasida eksploator bor. Yana bunga savol taklif. Xalq deputatlar Paxtako'l tuman kengashining agro suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Islom Yaqubov. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlar tuman kengashining 7-chaqiriq 23-sessiya kun tartibiga kiritilgan Paxtako'l tumanida 2025-yil vegetatsiya davri uchun belgilangan yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlar sug'orish uchun suv olish limitlarini qayta ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risidagi masalalar Xalq deputatlar tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalar bo'yicha doimiy komissiya a'zolari ishtirokida o'rganib chiqilib, doimiy komissiya yig'ilishida soha vakillari, komissiya a'zolari ishtirokida atroflicha muhokama etilib, tegishli tavsiyalar berib o'tilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu qarorning loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Yana kimda qanday savol? Boshqa savol bo'lmasa, qaror loyihalari sizlarga tarqatilgan. Mazkur qaror loyihasini tasdiqlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingiz so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 6-masalani ko'rib chiqib o'tamiz. Tumanda yerlardan oqilona va samarali foydalanish holati yuzasidan bo'layotgan ishlar hamda tizimni korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar to'g'risida so'z Kadastr agentligi Paxtako'l tuman bo'limi boshlig'i Berdiqul Berdiqulovga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Kadastr agentligi Paxtako'l tumani bo'limi tomonidan 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan so'roqlamoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 48 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-fevraldagi kadastr agentligi to'g'risidagi nizom tasdiqlash haqidagi 66 sonli qaror asosida kadastr agentligiga asosiy vazifalar belgilangan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi
Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 66-moddasi 1 bilan kadastr agentligiga yuridik va jismoniy shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish vakolatlari berilgan. Shundan bo'lim tomonidan 2025-yilda jami 709 ta holatda ma'muriy ularlik to'g'risida ishlar ko'rib chiqilgan. Shundan ma'muriy javobgarlik kodeksining 60-moddasi 2-qismi bilan 347 ta holatda, 60-moddasi 3-qismi bilan 355 ta, 68-moddasi 1-qismi bilan 6 ta va 68-moddasi 1-qismi bilan 1 ta holatda ma'muriy javobgarlik ko'rib chiqilib, shundan yuridik va jismoniy shaxslarga jami 28 milliard 178 million 810 million so'm ma'muriy jarima jazolari qo'llanilgan. Yer nazorati tizimida olib borilgan ishlar natijasida tuman bo'yicha jami 702 ta holatda 22 gektar yer maydonida yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan va qurilish qilgani aniqlangan. Aniqlangan holatlarda ma'muriy javobgarlik kodeksining 60-moddasi 2-qismi bilan va yuqorida ko'rsatilgan 347 ta holatda bartaraf etilmagani uchun 117 ta holatda huquqbuzarlikka nisbatan jarima jazosi qo'llanilgan. Jarima jazosi qo'llanilgandan so'ng 80 ta holatda fuqarolar tomonidan noqonuniy holatlarni bartaraf etgan. Bundan tashqari 347 ta holatdan 230 ta holatda huquqbuzarliklar fuqarolar tomonidan belgilangan muddatda bartaraf etilganligi uchun ma'muriy javobgarlik kodeksining 64-moddasi 4-qismi bilan tugatilgan. Ma'muriy javobgarlikdan ozod etilgan. 336 ta holatda fuqarolar huquqbuzarlikni o'z ixtiyori bilan bartaraf qilmagani uchun fuqarolik ishlari bo'yicha paxta ko'rgazmasiga da'voza kiritilgan. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik kodeksining 60-modda 3-qismi bilan 355 ta holatdagi huquqbuzarliklar aniqlangan. Shundan 15 ta holatdagi huquqbuzarlikka jinoyat ishlar bo'yicha Paxtakor tumani sudi tomonidan jazo belgilangan. 153 ta holatda qurilma o'z ixtiyori bilan bartaraf etilgan hamda 132 ta holatda o'z ixtiyori bilan bartaraf qilmagani sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Paxtakor tumani sudiga da'voza kiritilgan. Bundan tashqari tuman hududida 56 ta holatda fuqarolarga ajratib berilgan yer maydonlaridan maqsadsiz foydalanish holati aniqlandi hamda ushbu holatlar yuzasidan bo'lim tomonidan tuman hokimligiga maqsadsiz foydalanmayotgan yer maydonlarini yer fondi zaxirasiga davlat mulki sifatida qaytarish haqida farmon kiritilgan va yer maydonlari tuman hokimligi zaxirasiga qaytarilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-25 avgustdagi 424 qaroriga asosan ko'chmas mulk obyektlarini belgilangan muddat ichida davlat ro'yxatidan o'tkazilmaganligi uchun 6 ta holatda yuridik va jismoniy shaxslarga 21,365,000 so'm jarima jazosi tayinlangan hamda shundan 5,995,000 so'm jarima undirilgan. Yuqoridagi amalga oshirilgan ishlar natijasida o'zboshimchalik bilan egallab olingan 1999 gektar yer maydoni yer fondi sifatida davlat zaxirasiga qaytarilgan. Xususan o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlarini bartaraf etilishi natijasida tumanimizdagi Samarqand, mahalla fuqarolar yig'ini Do'stlik, Bog'shamol, Buyuk Ipak yo'li, Toshkent hamda Do'laram mahallasi hududlarida joylashgan ko'p qavatli uylar atrofidagi qurilmalar bartaraf
buzilib bartaraf etilib aholiga qulayliklar yaratilgan. Shuningdek, bo'lim tomonidan korrupsiyani oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilib, xodimlar mas'uliyatini va javobgarligini oshirish, korrupsiyaning salbiy illatlari hamda korrupsiyaga yo'l ochadigan omillarni bartaraf etish bo'yicha xodimlar o'rtasida muntazam tushuntirishlar sifatida olib borilmoqda. Og'izdan tegadi. Shu boyagi avaz vazirlarga bergan taklifim o'sha bugungi kunda G'avlarol va Amir Temur ko'chalarining kesishmasida demak kanal bo'yigacha yetgan hovlilarni demak ko'rib chiqish taklifini berardim. Sababi aholi hovlisi bo'lib ketgan bu aholi hovlisi bo'lib ketgan, o'sha aholi hovlisini ko'rib chiqsalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi masalam bor. Tashkilot, yuridik tashkilotlarga demak tekshiruv masalasi bo'yicha savolim bor. To'g'risini aytaman, meni ham jarima qilgan bu kishilar kecha yaqinda. Biz tanishmiz. Bu kishilarning o'sha 90-yillarda qurilgan masalani baribir deputatlik maqomidan olish to'g'risida taqdimot kiritish kerak edi. Lekin kelmadi, qandaydir bilmayman. Kelganda aytardim. Bugungi kunda bu kishilar menga nisbatan o'sha 90-yillarda qurilgan va bugungi kunda fuqarolar muhofazasi bo'yicha qattiq tegishli tartibda demak nazoratga olingan o'sha har bir maktabga qurilgan tir bino inshooti yuzasidan kadastrga kirmaganligi umumiy xabarim yo'q edi, lekin haqiqatan boyagi kadastrga kirgizish mening aybimmi yo mengacha bo'lgan rahbarlarning aybimi bilmayman. Meni norozichiligimni aytyapman, lekin ikkinchi masala 90-yillarda qurilgan o'sha maktabga beriladigan o'sha qurilgan boyagi qo'l yuvish joylari masalasi bo'yicha u ham yaqinda qurilmagan. Uchinchi masala tashlandiq o'sha prezidentimizning 106 farmoni bo'yicha maktabimiz tashkil qilingan vaqtida bizni maktab qaytadan loyihalashtirilgan va o'sha loyihada maktab sport futbol maydoni rejalashtirilmagan. Juda ham ayanchli ahvolda edi. Bugungi kunda hozir ko'rgan bo'lsalaringiz maktabda sun'iy stadion bor. O'sha sun'iy stadionda demak qaysi bir tashkilotlardan endi tuman miqyosida murojaat qildim, lekin tashkilotdan o'sha yaroqsiz bo'lgan futbol stadionini olib kelib, uni qaytadan ta'mirlab qurganman. Mana shu stadionlar bo'yicha menga qo'shimcha ravishda o'sha 68 bir qismi bilan jarima qilingan. Hali sudgacha bormadik. Men bu kishilarni 3-4 marta ogohlantirganman. Deputatligim to'g'risida, bu qanday tartibda amalga oshirilishi to'g'risida ogohlantirganman. Shunda ham turli xil ogohlantirish xatlari bilan demak murojaat qilishgan. Bilmayman, o'sha sessiyada baribir ko'tarilishi kerakmi bu masala yo'qmi? Vaqt kelganda xolos shu masala bo'yicha qay tartibda demak o'sha prezidentimiz faqatgina tashkilotlarni tashkil etilganda prezidentimiz tashabbusi bilan tashkilotlarga faqatgina jarima qo'y yoki boshqa qilamiz, balkim ogohlantirish xati, o'zaro hamkorlik yoki qandaydir bevosita vaziyatlarni inobatga olgan holatda ham demak hamkorlik qilishni nazarda tutgan bo'lsa kerak, to'g'ridan to'g'ri hech qanday asossiz tekshiruv o'tkazib demak jarima qo'yib ketish menimcha bilmayman hamkorlik qanday bo'ladi buni tushunmadim to'g'risi. Mana shu meni e'tirozim. Bo'yicha bizga tumandagi maktabgacha ta'lim, maktablar, maktabgacha ta'lim, больниsalar, to'lqinlar bo'yicha
tuman prokuraturasi tomonidan o'rganish belgilangan. Shu bo'yicha o'rganilgan, keyin tuman prokuraturasi tomonidan bizga taqdimnoma kiritildi. Bitta QVP va ikkita maktab haligilarda bu kishini haqiqatan stadion kadastrga kiritilmagan. O'sha bo'yicha boyagi ma'muriy javobgarlik kodeksining ko'rsatuvini o'qidim. 68-moddasi birinchi qismi bilan ma'muriy javobgarlik qo'ygan, lekin hali biz bu kishini ma'muriy javobgarlik to'g'risida jazo qo'llaganimiz yo'q. Biz prokuraturaga o'sha deputatligi bo'lganligi uchun prokuratura sudga kiritib beramiz, har bilan sud ko'rib beradi. Kadastr hujjatida rekonstruksiya qurilish bo'limi tomonidan xulosa olinmagani uchun, shu taqdimnoma kiritilgani uchun biz joyida o'rganish o'tkazganmiz. Bunday bo'ladi. Taklif bor. Prokuraturani tekshirishga kelganda prokuratura topshiriq bergan bo'lsa, qandaydir taqdimnomani ilovasini yoki o'zini ko'rsatgan holatda tekshiruv o'tkaziladi. Aslida tekshiruvlarimiz noqonuniy bo'lgan, men deputat sifatida aytyapman. O'sha tashkilot rahbari ogohlantiriladi tekshiruvning maqsadi bo'yicha. Bir. Ha. Ikkinchidan, demak, sizlar 68.1 deb turib, bu hozir minbarda aytyapsiz, to'g'ri. 68.1 bo'yicha menga ogohlantirish xati borgan, buni tashkilot rahbari sifatida aytyapman. Ikkinchidan, uchinchidan, har bir tashkilot qo'shimcha bino qilganda uni davlat kadastr xizmat to'lovi bo'ladi. Kadastr xizmat to'lovi bo'lmasa, uni smetaga kirgizmasa, kadastrga to'lov qila olmaydi. Bu 3. Kadastr smetaga pul esa faqatgina o'sha yil boshida qo'yiladi xolos. Bugungi kunda kadastrga qo'yganman. O'shani stadionda kiritish masalasida buni ham inobatga olishlaringiz kerak edi. Yana ham bilmadim, sizni ishlaringiz, jarimaga tortish yo'nalishlaringiz qanday tartibda amalga oshiriladi? Buni albatta kengash tomonidan bir qandaydir sessiyaga masala sifatida ko'rib o'rganib chiqishni taklif qilaman. Yigirmanchi olti ko'rsatma o'quvidan deputat Mamanov Karamat xuddi mana shu deputatimiz Ulug'murod Sarvaz holati 9-maktab direktori Sulaymon Nuralida ham sodir bo'lgan. Sulaymon Nurali ham o'sha hujjatlarni to'g'rilashda juda ham sarsangarchilikka sabab bo'lgan va bu oxiriga yetishga ulgurmasdan bu kishilarning o'sha jarimasiga tushiga to'g'ri kelyapti. Endi sizga savolim, mana ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar ham o'sha yoniga qurilgan qo'shimcha binolar uchun birdaniga jarimaga tushib qolayotgani uchun norozilik bildiryapti. Sizlarning maqsadlaringiz faqat jarima undirishmi yoki aholini o'sha ogohlantirib, ularni o'sha sharoitini to'g'rilab olguncha imkon berishmi? Lekin bilasiz, hozirgi bu havoda mana bu menga Bog'ishamal fuqarolar yig'inidan bir fuqaro murojaat qilgan. Fevral oyining boshida edi. Biz mavsumni ham, ya'ni faslni ham hisobga oladigan bo'lsak, o'zimizdan kelib chiqsak ham bunaqa sharoitda buzish har qanday oilaga, o'zimizga ham qiyinchilik tug'diradi. Lekin sizlarni xodimlaringiz to'g'ridan-to'g'ri boryapti-da, tekshiruv o'tkazyapti-da, birdaniga jarimaga berib boryapti. Hozirgi sudga chiqishda 72 million, 82 milliongacha jarima undiriladi. Endi oddiy aholiga ham, umuman har qanday aholiga bu juda ham katta mablag'. Mana shuni qandaydir o'sha aholiga og'irlik tushirmasdan, ularga tushuntirish ishlarini olib borib, ogohlantirishlar bilan qilsalaringiz yaxshi emasmi? Xalqning noroziligi juda ham ko'payib ketyapti. Shunga tushuncha bering. Bu bo'yicha haqiqatdan buni masalan bizga haqiqatdan fuqarolarga o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmalarga shu ma'muriy javobgarlik kodeksining 60-modda 3-qismida dedim-ku, shunda bitta fuqarolarga 200 barobar jarima belgilanganda, biz haqiqatdan o'zingizga ham xabaringiz bor, buni buyuk ko'kat yo'li sentyabr oyida boshlandi. Sentyabr oyida borlikda hamma tuman tashkilotlarini har bir domga biriktirdi.
hammasi bordi. O'zimiz ham birga bordik. Hokim shahar o'zi birga borib, ko'cha bo'lib berdi. O'zingiz ham birga yurdingiz. Shu jarimaga tushmasin, ogohlantirdik aholini. Mana bazalt qilmaydi, bazaltga qilinishga xalaqit beradi boya qo'shimcha qurilishlar. Deb qilingandan keyin ogohlantirdik hammasiga. Mana shuni senga agar noqonuniy qurilish kadastringda yo'q, buni o'zboshimchalik qurgansan, bunga mana shuncha jarimasi bor. O'zing nima deydi? Belgilangan muddatda buz deb ogohlantirib aytib chiqdik. Lekin hech qanaqangi hali bo'lmadi fuqarolar tomonidan. Keyin majbur yuqori tashkilotdan kelib topshiriq berdi. Biz vazifamizni bajaryapmiz. Odatda keyin 15 kun muddat beriladi baribir. Sen mana 15 kun ichida buzmasang jarima belgilanadi. Masalan, Bog'ishamol mahallasida ham xuddi shunday bo'ldi. Noyabr oyida bordik. Noyabr oyida borgandan keyin hech qaysi aniqmadi. Kecha mana fevraldan boshlab keyin kechagi viloyat hokimining yig'ilishida ham shirkatning bizning rahbari nimaga 64 ta domdan 23 tasini qilding, qolganini qilmading deb qilgandan keyin aytdi. Xabarimiz yig'ilishda viloyat hokimi yig'ilishda noqonuniy qurilishlar buzilmagani uchun dedi, vazal qilolmayapman dedi. Hokimning, prokurorning topshirig'i bor edi. Hozir Bog'ishamoldan kecha ham hokimning o'zi bordi. Xalq yig'ildi, o'sha paytda ham gaplashildi, aytdi. Biz ham jarima qilamiz deb tushuntiribmiz. Hozir mana yangi yildan buyog'iga o'sha 82 million jarima belgilangandan keyin ungacha sudlar ham yordam berib, xalqning alisini saqlab turib, eng kam shaharning 3 baravari, 2 baravari buzgandan keyin kamayib berildi. Boya 82 million 400. Buzdi deb biz buzilgandan keyin akt beramiz, haqiqatan buzildimi, bartaraf qildi holat degandan keyin bir aniqlayapti. Yangi yildan buyog'i hozir biz jarima summasini katta aniqlayapti. Ularga ham masalan buzmagan holatda nimaga jarimasini kamaytirib beryapti deb ularni ham oliy suddan kelib tekshirib, hozir eng kamida 10 aklar, 15 aklar, 20 aklargacha qo'yapti. Fuqarolarga shu buzilmagani uchun. Biz kecha Bog'ishamolga borganda hokim o'zi aytdi. Mana dedi, sizlarga buzinglar dedi. Mana sizlarni dedi, shunaqa nima deydi? Jarimaga tortib boshqa bizning alimiz emas, faqat tez ochib beringlar, qurilish qilinsin deyapti. Bizni boshqa maqsadimiz yo'q. Xalqni norozi qilib, boshqa qilib biz vazifamizni bajaryapmiz. Bizda suv xo'jaligida vazir yig'ilishlarida biz muhofaza zonamiz bor. Kanal bilan Zavr o'rtog'i mintaqaviy zona deydi. Shuni o'zimiz ishlarga bo'lib berganmiz. Kim so'rasa berganmiz ariza bilan, cherazarlar aylantirib shartnoma bilan. Endi hozir bizga molqi, qo'yqi, tovuqi, echki qilyapti. Reja belgilangan. 40 ta qo'y, 40 ta mol. Maqsad oylikni oshirib har oyga bitta xodimga 5 kilodan go'sht tarqatyapti. Shu yerga men bitta akvalikdan kirib kelishga mana molxona qursam, tovuqxona qursam, buz tashlamaydimi? Biz jarima qilganimizga akam Yusuf aka. U qanday ular tartibi? Uni baribir hozir to'g'ri qursangiz bo'lmaydi, baribir noqonuniy bo'lib qoladi bu. Uning uchun auksion orqali hozir hamma yer ajratish tartibi auksion tuman hokimlaridan 2021 yil 8-iyulda vakolatni bekor qilgan. Hozir uning uchun siz auksionda qatnashib o'sha joyni auksionga qo'ydik va kadastr palatamizni qurilish bo'limida auksion bo'lim bor o'zi, bir joyini borib ko'rib, shu maqsadga qo'yib beradi. Auksionni sotib olishingiz kerak. Chorva uchundami? Chorva uchun. O'zimizni yerimiz. Bu o'zimizniki-ku. O'ziniki. Muhofaza zonasi. Sizga-ku. Buni kadastr qilamiz, xabarimiz bor. 45 millionni hujjatini qanday Qurilishga ma'lum. Meni taklif bor shu masala bo'yicha o'sha aholi nima uchun shuncha jarimaga tushish xohlamaydi. Chunki bizni So'g'arobod mahallasida ham jarimaga tortilgan ko'p. Tashkilot rahbarlari ham bilmaydi. Tashkilot rahbarlarini hozir endi sizlarning ishlaringiz faqat jarima emas, balki targ'ibot tashviqot ham qilish kerak, to'g'rimi? Demak, oldindan bor.
Lekin men tashkilot rahbari sifatida hozir o'sha balansimda o'sha qurilgan stadionimda qanday tartibda kadastrga kirgizish va nima qilishlarini shaxsan men bilmayman. Bu yoqdan bu yoqdan bu kishining yordamchisi bor, o'sha kishidan so'radim. Arxitekturada suyundan so'radim, boshqadan so'radim. Shu bilganimcha, eshitganimcha qilib yuribman. Hozir o'sha loyihaga topshirib qo'yganman, javobini kutib o'tiribman. Qolgan hamma hujjatni bu kishiga taqdim qilganman, ruxsatnoma, ABS va reja topshiriq hammasini. Endi men o'zim shaxsan bilmayman, bu yerda o'tirganlar men uchun 100% o'sha yangi qurilgan qo'shimcha bino inshootlarida qanday qilib boya kadastrga kirgizish masalasi bo'yicha unchalik ham to'liq bilmasa kerak. Endi tumandagi tashkilot rahbarlariga bir kunda belgilab targ'ibot boyagi ishlarni o'tkazsa yaxshi bo'lardi. O'sha kadastrga qanday olish tartibi, qanday chiqarish tartibi mana shularni demak tashkilot rahbarlariga bir targ'ibot qilib bersalaringiz yaxshi bo'lardi degan taklifim bor. Seminar tariqasida qilsalaringiz yaxshi bo'lar, chunki hamma ham bilib o'qimaydi-da, rahbar bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun demak aholining o'rtasida ham shunaqa o'tkazsak yaxshi bo'ladi. Masalan, bizga bir taklif bilan chiqsalar, aholini to'plab bersak, chiroyli qilib boya qilsalaringiz menimcha tushunmovchilik muammolar bo'lmaydi. Tushunmaydi-da. Tashkilot rahbari bo'lib biz tushunmaganda, oddiy xalq qanday tushunadi? Endi savol bor. Kosmosdan kelgan jarima degan narsani tushuntirib bersangiz. Kosmosdan belgilab jarima qilyapti-ku. Kosmos agentligi bor. Respublika bo'yicha o'sha kosmosdan holatlarni aniqlaydi. Kosmos holatlarini aniqlaydi-da, masalan, o'sha bizga bizni tuman bo'ladigan bo'lsa, Paxtakor tumanida masalan har yili 2024-25-23 yillarda aniqlanadi. Masalan, u dala hududida bo'ladimi, aholi punktidami, yoki tumanning hududida bo'lsa, o'sha mana kadastr keyin yana bitta ammo UZCA degan tizimimiz bor. O'shanga 100% uy-joylar, keyin noturar binolar hammasi UZCA tizimiga kiritganmiz. O'shandan belgilangan hammasi o'zining belgilangan shartli belgilari bor, shularni belgilangan, masalan, yashil aliblar belgilangan. O'shandan tashqari yangi qurilish paydo bo'lgandan keyin va Google orqali kosmos aniqlaydi-da. Masalan, 2025-yilda tuman bo'yicha 39 ta holat keldi shunaqa. 39 ta holatda mana shu yerda kosmosda shuni kadastr hujjati bormi? Joyiga borib o'rganamiz. Haqiqatan kadastr uy-joy ham bor bu yerda. Daladagi masalan fermerning dala shifoni ham bor. Joyiga borib o'rganamiz. Haqiqatan kadastr hujjati bo'lsa, kadastr hujjatini yuklaymiz o'zimiz bazamizga. Agar hujjati yo'q bo'lsa, keyin unga boyagi ogohlantirish xati beramiz. Mana sen masalan qurilish bo'lsa, noqonuniy qurilish qurib qo'yibsan. 15 kun ichida buzmasang, mana senga 82 million 400 ming so'm jarima belgilanadi. Agar yuridik shaxs bo'lsa, 400 barobar. Senga 160 million jarima belgilanadi deb ular aniqlab qolgan. Chunki kosmosdan ham juda ham o'zi kadastrdan bir yilda juda ham ko'p xalq norozi bo'ldi. Biz masalan davlat ishlab o'zimiz o'qib o'rganib ham ko'p narsaga tushunmaymiz. Ana siz endi xalq bilan kamerasi Baxtiyor akaning ustidan norozi bo'lmasa mahalla tizimiga juda ham ko'p xalq norozi bo'lib keladi. Keyin boyagi kosmosdan oddiygina men o'zimni opachamdagina molxona qurib bir 5 ta mol boqib uning tadbirkorligida juda katta jarima bo'ldi. Nima desa, u tushunmaydi. Masalan, men ishlab ham tushunmadim. Kosmosdan aniqlangan jarima deydi-da. Shuning uchun tushuncha juda qiynaldi. Shu 5 ta mol oilasi boqadi-da. Azamat aka aytgan, o'sha Akmal Ikromovdagi bu Kishanaki ketishdagi kanal yoqada ikkita anaga kanal yoqasiga Zovurna kanalning orasiga molxona emas, endi bostirmacha qilib qurilish hisoblanadi. O'sha kosmosda aniqlandi. Haqiqatan o'sha nima Husniddin degan ular Yusuf aka degan ikkalasiga shu nima qildi. Hujjatsiz qurganda bular.
Endi kichkina ular tushunchasi biz kichkinagina bostirma qildik-ku. U ham bir tadbirkorlik o'rni masalan tushuncha berib ogohlantirish berish o'rniga ular shunchalar sarson bo'ldi-da. U oddiy bitta o'zim jigarimni misolida butun xalq sarson bo'ldi mana shu yilda-da. Borib turib o'sha oldin ogohlantirish Bitta savolim bor-da. Hammani qiynayotgan shu narsa mana Paxtako'l mahallasida turamiz. Hozir o'sha Paxtako'l mahallaga ham bazalt qurilish kelyapti. Xalq bezovta juda. Chunki deganda 21-yil obod qishloqdan chiqqan. Agar shu yerda ishlagan bo'lsangiz, o'sha vaqtida domlarni oldiga ruxsat berdi. Hokimiyat. Xalq unga ishondi. Chunki deganda o'sha paytda ham aytilgan edi, oldilaringda kadastr qilinadi, qo'shimcha mablag' to'lanadi. Keyin mana shu sizlarga qoladi deb yo'llar hammasi bo'lgan mahallada hozir. Xalq unga ishondida hammasi uyning oldidan devor urib qo'shimcha qurilish qildi. Unda ham asos bormidi shu berilishiga xalqqa. Endi o'sha asos qayerda yo'qoldi-yu, xalq endi yana bezovta o'sha yerni buzishga. Siz hozir yana aytyapsiz, endi yana jarima solinadi. Nega o'sha vaqtda ruxsat berildi-da, endi ruxsat yo'q bo'lib qoldi? Faqat bu to'g'ri men ishlamaganman, lekin eshitganman, borib o'zimizdan ko'rib qarayapmiz. Faqat bu hozirgi bu kadastrga kiritilmaganda bu. Hozirgi lekin va'da berilgan. Aytyapti, oldinga ishlagan hokim orasini shu 6 metr yoki 3 metr to'g'ri-to'g'rani o'zini lekin u kadastrga kiritilmagandan keyin kadastrga ko'p zo'mlarni endi uni baribir berolmaydi. Lekin o'shanda ham nima asos bo'lgan o'sha qolish? Nega xalqni aldayapmiz? Sen qilaver, biz qilamiz dedi-da, endi yana 3 yil o'tgandan keyin endi buzamiz deyapti. Shuncha xalq hozir qancha kredit olgan, uni ichida biz yuribmiz-da, biz bilamiz. Bitta o'sha 2 xonali uyda 2 ta kelini bilan yashayotganlar bor. Ular ham hozir xuddi mana shunga o'xshab tushyapti, hozir mana buzilgan ana boya aytdik-ku, o'shanga o'xshab yerdan ular qayerga boradi? Xalq ko'tarilyapti, siz xabaringiz bo'lsa kerak. Haligilarni ham chaqirdi, nima? Millarda qisqasi hammasini chaqirdi, xalq juda bezovtada. O'shanga bir savol. Haqiqatan kadastr bo'lmagandan keyin hozir aytgan hozir haligi topshiriq qo'ydingiz. 2 million dollar, lekin kadastr bo'lmagandan keyin nahoni hisoblanadi-da. Tushundim. Yo'q, xalq tushunyapti u. Nega bo'lmasa o'sha payt berildi? O'sha vaqtda berilmaganda xalq qurmardi-ku bizga. 3 yil oldin ruxsat berdi-da, endi ruxsat emas degan savolni qo'yaylik. O'sha payt agar yo'q ruxsat deb turganda xalq qilmasdi buni deyapti. Oldingi u paytdagi holatni men bilmayman. Hozirgi holat bo'yicha, lekin yuqori tashkilotdagilar ishlayapti-ku o'sha vaqtda. Shular ishlayapti, hozir ham ishlayapti o'sha. Siz yangi kelgan bo'lsangiz, qolganlar ishlayapti. Reglamentdan o'tib ketdik. Rahmat, agar shu bo'yicha savolga javob berasiz. Javob yo'q. Javobni olamiz. Yana kimda savol taklif qiladi? Agar boshqa savol taklif bo'lmasa, Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari, tuman kengashining 7-chaqiriq 23-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan tumanda yerlardan oqilona va samarali foydalanish holati yuzasidan olib borilayotgan ishlar hamda tizimni korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar to'g'risidagi masalalar xalq deputatlari Kengashi agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolari ishtirokida o'rganib chiqilib, doimiy komissiya yig'ilishida soha vakillari, komissiya a'zolari ishtirokida atroflicha muhokama etilib, tegishli tavsiyalar berib o'tilgan hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilgan. Yuqoridagilar inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringizga maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. qaror loyihasi qabul qilinsin degan deputatlar qo'shimcha ovoz berishini so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar. Qaror qabul bo'ldi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, ushbu
o'tkazilgan deputatlar tuman kengashining 7-chi chaqiriq 23 sessiyasi yakunlari yuzasidan sessiya kotibi birinchi Buyuk Yunus saylov okrugi deputati Sa'dullayev Boburjon Baxtiyorovning axborotli ishlari marhamat. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, muhtaram deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chi chaqiriq 23-chi sessiyasi belgilangan kun tartibi asosida deputatlarning kvorumi ta'minlangan holda o'tkazildi. Sessiyada jami 20 nafar deputatdan 17 nafar ishtirok etdi. Shuningdek, Paxtakor tumani hokimi, tuman hokimining o'rinbosarlari, tuman iqtisodiyot va bo'limi, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi, suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktori, kadastr agentligi, Paxtakor tuman bo'limi, mahalla fuqarolar yig'ini, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Sessiya kun tartibiga jami 6 ta masala kiritildi. Barcha masalalar atroflicha muhokama qilinib, deputatlar tomonidan yakdillik bilan qarorlar qabul qilindi. Birinchi masala Jizzax viloyat prokuraturasining 2026-yil 3-martdagi deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, ma'muriy javobgarlikka tortishga rozilik haqidagi 11.03/26 taqdimnomasi to'g'risida Paxtakor tuman prokurori yordamchisi Abduvohidov Ilhom Qahramonovning axboroti tinglandi. Ikkinchi masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p qavatli uylarning boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Paxtakor tuman qurilish bo'limi boshlig'i Ne'mat Bahodir Lapasovichning hisobotlari tinglandi. Uchinchi masala yuzasidan tuman mahalliy byudjet va tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Uzoqov Azamat Bahodirovning hisoboti tinglandi. To'rtinchi masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlari yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qaror ijrosini ta'minlash to'g'risidagi tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i To'xtameshev O'tkir Ubaydullayevichning hisoboti tinglandi. 5-masala yuzasidan Paxtakor tumanida 2025-yilda vegetatsiya davri uchun belgilangan yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini qayta ko'rib chiqish va tasdiqlash to'g'risida tuman suv yetkazib berish davlat muassasasi direktori Avazov Azamat Rajapovning hisoboti tinglandi. 6-masala yuzasidan tumanda yerlardan oqilona foydalanish va samarali foydalanish holati yuzasidan olib borilayotgan ishlar hamda tizimni korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar to'g'risida kadastr agentligi Paxtakor tuman bo'limi boshlig'i Berdiqulov Ilosh Berdiqulovichning hisobotlari tinglandi. Sessiya yakunlari bo'yicha barcha masalalar bo'yicha qarorlar ochiq va ovoz berish orqali qabul qilindi. Qarorlarni qabul qilishda faqatgina birinchi masala yuzasidan 14 nafar deputatlar rozilik bildirib, 3 nafar deputatlar betaraf bo'ldilar. Qolgan barcha masalalarda qarshilar va betaraflar bo'lmadi. Qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha mas'ul tashkilotlar, tuman hokimligi bo'limlari mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Deputatlar tomonidan bildirilgan taklif va mulohazalar sessiya protokollariga kiritilib borildi. Shu bilan xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chi chaqiriq 23-chi sessiyasi o'z ishini yakunladi. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari tuman kengashi 7-chi chaqiriq 23-chi sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyani olib borish to'g'risida kimda qanday fikr bor? Agar boshqa fikr mulohaza bo'lmasa, xalq deputatlari Paxtakor tuman kengashining 7-chi chaqiriq 23-chi sessiyasini yopiq deb e'lon qiladi.